Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Uvdiki u bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. U Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Buning ayrim shakli. Misol usul. Buning ayrim shakli. Misol dumboq. Buning oyog'idan olingan shakli. Misol bug'a. Buning oyog'idan olingan shakli. Misol Mas'ud. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Usul u harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Dumboq u harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Bug'a u harfining oyog'idan olinib keldigan shaklning yozilish tartibi. Mas'ud u harfining oyog'idan olinib keldigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Un, suv, tuz, turna, turna, uzun, uzun, o'tun, o'tun. Ular nima ish qilyapti? Azaldan top ko'rib baxmagan bir kishi basketbol musobaqasi bo'layotgan maydonga kirib qopdim va tomoshabindan so'rabdim. Ular nima ish qilyapti? Top o'ynayapti. Hey, 10 odam bir topni talishib avar bo'lguncha bir odam birdan o'ynasa bo'lmamdi? Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, balalar ana tili, balalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati